Oyijon, qayerga ketyapsiz? Voy, shpion kelinim, kosmetolog ketyapman. Sariq paketni kosmetologga nima aloqasi bu? Bu hozir trendga $1800 turadi. Pot qilaman. Undan ko'ra bilib ishlaringizni qiling, kamroq shpionlik qiling. Alo. Oyijon, Qanigina kelin? kosmetologgamisiz? Kosmetologgaman. Yuzim chiska qilaman, keyin telefon qilaman. Xolajon, barcha bloglarimiz podezlari xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi va undan tashqari eshiklari har bittasida отмечатка pulс kartdek bo'ladi. Ibbi, oyijon, kosmetologga boraman deb shunaqa chiroyli uylardan olishga keldingizmi? Oh, shpion, arqamdan poylab keldingizmi? Shu sizga uy olay deb shu yergacha keldim. Oyijon, bizning shuncha pulimiz bormi? Qaysi pulingizga olmoqchisiz? Namozgoh siti. Bu dom kadastri chiqqan. 50% to'laymiz, qolgan summani 12 oygacha bo'lib rastroshka qilib olsak bo'ladi. Keyin siz yosh oilalarga subsidiya ham chiqqan. Yosh oilaga subsidiya ham olsak bo'ladi. Agar erchangizda puli yetmasa, 50 million to'lab yangi quriladigan uylardan 36 oydan 48 oygacha bo'lib to'lab olsa ham bo'ladi. Shu uchun sizlarni g'am tashvishlaringizga yurinman. Siz esa meni arqamdan poylashdan qolmaysiz. Sizdagi qaynonani agar men bilmasam, ko'r bo'laman, oyijon. Rahmat, keyin aytasiz. Yuring, uyda hal qilaylik.